O'zbekistonga nisbatan terrorchilik tahdidi saqlanib qolmoqda. O'zini yuqoridan tashlash ommalashdimi? O'zbeklar uchun bekor bo'lgan AQSh vizasi hamda ommaviy axborot vosita xodimlari nima uchun qo'lga olindi? Assalomu alaykum. Shu va shunga o'xshash muhim yangiliklar Rosti24 dayjestida. Samarqand viloyatida shifokor xatosi tufayli vafot etgan marhuma haqida ma'lumot berildi. Samarqand viloyati Payariq tumanidagi shifoxonada shifokorlar tomonidan noto'g'ri ukol qilinishi oqibatida yosh ayolning vafot etganligi aytilgan videolar tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov qo'shimcha ma'lumot berdi. Ayol 12-yanvar kuni tumandagi Chelak shahar 1-son shifoxonasiga olib kelingan va bu yerda qilingan ukoldan so'ng vafot etgani hozirda tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilayotgani haqida xabar qildi. Hafta davomida o'zini balandlikdan tashlash ommalashdimi? Gap shundaki, 23 yoshli andijonlik qiz o'zini yuqoridan tashlab joniga qasd qilishga uringan. Voqea joyiga tergov guruhi yetib kelib, bu ko'ngilsiz hodisani oldi olingan. Eslatib o'tamiz, oldinroq ham 22 yoshli Surxondaryo viloyatida tug'ilgan yigit o'zini 16-etajdan tashlab joniga qasd qilgan edi. O'zbekistonga nisbatan terrorchilik tahdidi saqlanib qolmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati raisi general-polkovnik Bahodir Qurbonov prezident huzuridagi Xavfsizlik kengashining 13-yanvar kuni o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishida 2025-yilda tizimda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hisobot berdi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi so'zlariga ko'ra, 2025-yilda O'zbekistonda va xorijda rejalashtirilgan 11 ta teraktning oldi olindi. Ularga aloqador 11 nafar shaxsning faoliyati to'xtatilgan. Diniy radikallashuvga qarshi choralar kuchaytirildi. Yoshlar va migrantlar bilan profilaktik ishlar olib borildi. AQSh, Koreya va Rossiyada 50 mingdan ortiq fuqaro qamrab olgan 2025-yilda 3,6 tonna giyohvand moddasi musodara qilindi. Narko jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash kuchaytirilib, korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar uchun 1083 nafar davlat xodimi ishdan olindi. 661 nafari esa sudlangan. Donald Tramp ustidan ariza qilgan fuqaroga nisbatan jarima belgilandi. Esingizda bo'lsa, avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda fuqaroning AQSh prezidenti ustidan shikoyat qilgani aks etgan ovozli xabar tarqalgan edi. Ichki ishlar boshqarmasiga qo'ng'iroq qilib arz qilgan ushbu fuqaroga nisbatan ma'muriy ish ko'rib chiqildi. Natijada ushbu shaxs aybdor deb topilib, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari 1,236,000 so'm miqdorida jarimaga tortilgan. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlari kuchaydimi? Surxondaryo viloyatida 5 oylik chaqalog'i hamda ayolini 5 oydan buyon molxonada saqlab kelgan erkak hamda u bilan birga til biriktirgan qarindoshlari qo'lga olindi. Sud hukmi bilan asosiy ayblanuvchiga 13 yil, 2 nafar qarindoshiga 9 yil hamda yana bir shaxsga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Xuddi shunga o'xshash holat bilan Toshkent shahrida ayolini to'yga yubormaslik maqsadida uni yerto'laga qamab qo'ygan sobiq harbiy ham 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Sobiq harbiyga qo'llangan munosib xulq-atvorda bo'lish haqidagi tilxat ehtiyot chorasi qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasiga o'zgartirilgan va u darhol sud zalida qamoqqa olingan. Xavfsizlik kamarini taqishdan ozod etiladigan shaxslar ro'yxati tasdiqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligining yangi buyrug'i bilan salomatligi xavfsizlik kamari taqish imkonini bermaydigan shaxslar ro'yxatini rasman tasdiqlandi. Ro'yxatga jami 20 turdagi kasallik va holatlar kiritilgan. Ro'yxatga og'ir suyak-mushak jarohatlari, o'pka va yurakning surunkali og'ir kasalliklari, harakatni cheklovchi nevrologik holatlar, yuqori darajadagi semizlik yoki past bo'ylik, ko'krak va qorin sohasidagi operatsiyalar, implantlar, stoma va yirik o'smalar kabi kasallik turlari qayd etilgan. Bu huquqdan foydalanish uchun tibbiyot muassasalaridan maxsus QR kodli elektr ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Odatda ma'lumotnoma 1 yil muddatga beriladi. Ayrim holatlarda esa bu muddat o'zgarishi mumkin. Endi vazirlik va idoralarda eng ko'p kitob o'qigan xodimga pul mukofoti beriladi. O'zbekistonda barcha vazirlik va idoralarda tanlov asosida eng ko'p kitob o'qigan xodimga 1 oylik ish haqqi miqdorida pul mukofoti beriladi. 2026-yil 1-martga qadar barcha vazirlik va idoralarga tegishli soha bo'yicha tavsiya etiladigan kasbiy faoliyatga oid adabiyotlar ro'yxati shakllantiriladi. Shuningdek, eng ko'p kitob o'qigan top yustalikka kiradigan o'quvchi va talabalarning har biriga bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari
10 million 300 ming so'm miqdorida pul mukofoti beriladi. AQSh o'zbekistonliklarga ham viza berishni chekladi. AQSh davlat departamenti davlat byudjetiga yuk bo'lishi mumkin bo'lgan arizachilarga qarshi kurash doirasida 75 mamlakat fuqarolariga viza olish uchun arizalarni ko'rib chiqishni to'xtatayotgani haqida xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur ro'yxatga O'zbekiston ham kiritilgan. Ommaviy axborot vosita xodimlari ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilganligi haqida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy axborot berdi. Ma'lum qilinishicha, 16-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 va 168-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanib 1988-yilda tug'ilgan G'ayrat Abirayev hamda Taftish.uz ommaviy axborot vosita xodimlari 1992-yilda tug'ilgan Azizjon Yo'ldashev, 2000-yilda tug'ilgan Sardor Hamidov, 2006-yilda tug'ilgan Marjona Eshquvvatova va 1988-yilda tug'ilgan Dilshod Nishonovlar protsessual tartibda ushlangan. Hozirda ularning O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasi hamda 244-246-moddasida ko'rsatilgan jinoyatlarga aloqadorligi tekshirilmoqda, deyiladi xabarda. Ichki ishlar boshqarmasi ushbu holat yuzasidan tayyorlangan video tarzidagi rasmiy munosabatni e'lon qildi va bunda gumonlanuvchilar tovlamachilik yo'li bilan tadbirkor hamda fuqarolardan pul undirib kelgani haqida xabar beriladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishdan davom eting.